Kvartirani sotib katta olmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun bitta zo'r variantimiz chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, Kadishvadamiz, Yashnobod tumani. 3 ta urinli kisotuvdan iborat 300 kvadrat metr maydonga ega kottejimiz sotilyapti. Hozir zalida turamiz. Bu yoqda orqa hovlisi bor, ko'rishingiz mumkin. Orqa hovlisi ham kattagina. Yozda basseynlar qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoqda hop, birinchi etajda bitta kuxnya, zal, bitta spalniyamiz bor. Общий hojatxona. Spalniyamizning ichida yana o'zini sanuzeli bor. İkinci etajda 3 ta xona, keyin podval, splashnoy tushgan. Bu yoq kuxnyamiz. Hovlisiga bitta mashina bemalol sig'adi. Xo'p, to'liq ma'lumot Telegram kanalimizda bo'ladi. Kirib ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr sog' bo'linglar.